hamkorlashuvchisi, pishqon kasbiy advokat Fatigul Abduqodir. Ko'zga ko'ringan psixika maslahatchisi Ali Muallim. Ali Muallim qo'shilmaydi. Sizlar bilan o'zaro hamsuhbat bo'lmoqlikda ko'ngilli ish. Rahmat sizlarga qimmatli vaqtingizni chiqarib ketdinglar. Xo'sh, undaq bo'lsa, chiroyli qizlarni sahnamizda kutib olaylik. Marhamat qizlar. Xo'sh, undaq bo'lsa, chiroyli qizlarni sahnamizda kutib olaylik. Marhamat qizlar. Sahnimiz kelganinglarni yana bir qitim qarshi olamiz. Mana bugun yangi son programma orqali sizlar bilan yuz ko'rishdik. Elchi programmamiz ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan boshlab biz izchil yaxshi inkoslarga erishgandan so'ng yaqinda bir qism ko'rman do'stlardan bundaq uchurlarga erishdik. Ya'ni biz bo'ytaq. Agar bu programma qatnashsak, bizning g'alaba qilish nisbatimiz qanchalik degandek. Amaliyotda sizning g'alaba qilish qilmasligingizni biz belgilab beramaymiz. Yana bir jihatdan aytganda bizning programmamiz raqobat uchun olgan programma emas. Bizning programmamiz haqiqiy turmush. Turmushdagi shaxslar, turmushdagi rossiz, ras-u, rasman. Shunga programmamizga kelishdan burun ikkilanmasdan o'zingizga ishonishingizni umid qilamiz. Chunki programmada jiddiylashish kelsangiz, sizni yetaklaydigan manba, muallimlar bor. Yana jiddiylashish kelsangiz, sizga xushal kayfiyat bag'ishlaydigan, to'lim o'ziga ishonadigan qizlar bor. Qani chiroyli qizlar, yana bir mehmonimizni taklif qilishdan burun biz ekran orqali uning hikoyasini anglab boqaylik. Qani. Yaxshimsizlar do'stlar, mening ismim Izzat Erkin. Bu yil 28 yoshga kirdim. Bo'yi yigizgan bo'lsa 1.83 m. Mening mijoz xulqim ochiq, yo'riq, qiziqchi. Hozir qilayotgan kasbim bo'lsa aktyorlik kasb. Bu elchi programmasi kelishdagi asosiy maqsadim bo'lsa, o'zimga o'xshash bir niyat, bir maqsadki, ochiq, yo'riq, bir loyiqdan birini tepish. Qanamsa, ustozlar, qizlar, alqishlarimiz bilan Izzatni kutib olaylikmi? Marhamat. Ben şu. Bey, başqachilik o. Hem de şu. Aslim qaytaya. Aldınıp qalğanda tılğıdı bo'lib qoldim ha. Hem de özlem komediya aktörü bo'lgandan keyin hem de o'zgacha chiqib qaytib qo'ydim bu. Aktyorlik kasbida o'qiganman. Ha, shundoq. Odatim shundoq rollarni olamsiz. İlip almay. Tanlashtirib ekansiz bo'lmasa. Tekshirdan ataxabiye. Qizlar bilan odatim shundoq paranglashamiz. Mayli, hozirlik paranglashib yurmashdan qizlar. Odat qanday paranglashsangiz rohat his qilasiz. Endi yo'qay-po'qay chiqqanda o'g'abaldak. Men do'stlar bilan ko'rishganda mushtaq. Erkin o'zim tashiydi. Turmushda sizning nechisi bor? Nasıl varmış, kuchi bormi? Menga o'xshaydigan demsiz? Sizda xarakterdagi masalan, do'stlaringiz bilan yo'qay-po'qay chiqqanda mandaqroq, turmushda mandaqroqdan nechisi bor? Tamam, uni ma'qulmidim. Bu chaqchaq bu, ha? Chaqchaq. Chunki biz qizlarning taqdiriga chaqchaq qilsak bo'lmaydi. Xo'sh, qani qizlar, bu qiziqchi yigitdan so'raydiganlar bormi? Yaxshimisiz? Voy, yaxshimisiz? O'zi bak tez o'zgarasiz. Voy, dehshat. Asli o'g'illar chiqib kelmay. Siz yoshroq qizlarga amroqmi yo shashroq, jonliroq bo'lgan qizlarga amroqmi? Yo, endi men bundaq muhabbatlashib chiqib qolsak, yo'qay-po'qay chiqib qolsak, endi bu yo'g'ash qizlarni men gap qilaverasam, menimda o'tirib, bu mo'g'dek o'tirsa. Bo'lmaydi. Shunga sho'xroq, shundoq gapdan qizlarga amroq tezda. Men sho'xroq ko'rinatimdim, yoshroq ko'rinatim. Siz dehshat shashqon. Siz meni boshqara oladigan qiz bo'lmaganman. O'zim borga boshqarmaga bir qo'lga. Men sizlarga undan ishladim. Rahmat. Xayrgulda, balkim diqqat qilgansiz-a? Ilzat chiqqan amalla shaxsan men cho'chib ketdim.
Müştaqlı çıxdı. Şunun bilan bayatın ekranni ko'rgan ko'rinish bilan ikkisi bir yerga kelamay o'xshab qolgan bola bo'g'im degan tuyg'udan bo'ldim. Demak, Ilzatning o'ziga shundoq ishongan asosda turmushdagi o'zi bo'lmasdan boshqacharoq rol elib sahnaga chiqib, qizlar nim deb qola deganlarni cho'rib o'tishida o'zining bir asosi bormi qandaq? Bu ne asas değil bulmaydı. Fakatla müşeye çıkkanda muş kızlarının dikkatini özlemge bir tatip baksam, muşu kızlar zadık müşünde kızgın, özgürüşçen haletlerini kabul kılamdı. Degen müşündak bir kızıkçılık kılış için şundak kıldım iken dep oylayman. Lekin özlemnin göz karşını epeytsem, biz toylağı bağa vakitlarda, toylarda otlasak, muş oğul vallahi hudu bördek, Tansa dep müzik çıkıp oğuz görürdü. Böyle geldi dep. Biz şu zaman cozlasını bir şey salattık. Biz halım adamla tanısık tatıp kanısken deyittik. Lekin oğul valla közlüğü çıraylık görüngen. Ya ki psixiki cihette özüyle okşaşlığı boğan. Sırtkı görünüşte özüge maslaşkan kızlar olsa çok kum tanısık tatıp bakın hemen. Degen onun bağ mı yok mu degen muşundak bir coşkulluk bat deyit. Hem özlemden yaxşı görmeydiğen bir terbi Kızlar dost bulduğun oğul vallaның köpüp ketişi hazır cemiyette bek normal ekbal bukit vardı o. Ulanın erkeliği. Lekin tam demiş ki müş turgan kızlar hem anlar da peyğimler sizler mi şundak ballarını yaxşı göremsizler? İlzat fakat rol aldı. Siz kamlaştıra aldın o Hayrigül'de. Demek siz işendirip yutuptu ha? Ya beni işendirdi. Hayrigül'den paranlışı peyğine hazır kılak. Yumuşak mı? Ha öyle. Ustaz yaxshimisiz? Yaxshi. Mening rol elishim qanaqroq ekan? Uy, ko'rishim yumshab ketadi bunlar. Uy, qanday qilay? Siz bu yerga rol aql chiqqanmi yoki qiz aql chiqqanmi? Ha. Uyayman savolni. Çok cinava savol bo'lib qoldi sizga. Unda o'z aslim qaytay. Xo'sh, andaqda bugun biz sorunga siz cho'qim bir qizni birga achiktiman deb chiqqan holingizda, ashundaq chiqsam qizlar, "Ya, bundaq bir xil bek äkin aynak ballar bilan biz xolmaymiz deb chiroqlarni o'chirib qolarga andish bo'lmadimi? Andish bo'ldi endi. Chiroqlar qarab qo'ydi texnik. Qarab biroz o'chganmi? O 8 chiroqning hammasi yiqilib turibdi. Demak, qizning ashundaq chiqqaningizni hamma qizlar yoqtirdi degan gapda. Yoqtirishdimi Bakrat? Meningcha qizlar qiziqchilikqa qarab qarasılı birdamda o'zgargandan demak bu bola asli undaq emas. Lekin qiziqchilik qilib bizni xo'shal qilib chiqibdi deb o'yladinglarmikin deb xayol qilib qoldim. Balkim. Shundaqmi? Lekin bizni mi xo'sh qildingizmi? Chiqayotgan vaqtda men bir cho'chish bo'ldim. Ras cho'chidim. Chunki endi rolni bunda qamlashtirib o'ynay olgan kasbingiz nima? Mening kasbim aktyor. Artistlik bilan shug'ullanamsiz yoki? Ha, artistlik bilan shug'ullanaman. Film ishlayman. Film ishlaysiz. Rol olaman. Bugun mu şu rol al? Bavu kız gör tanlap çıktınız rol algalık emas-da? Ya bu rol algalık emas. Ha, şunu deymen. Şunu degenimde. Xo'sh, siz o'zingizdan menga qanday gaplarimiz bor? Şu men şu sizga bek amroq rol elishtiringiz shunda amroq endi sizlardan bizning ustozlarimiz bo'lsalar endi sizlarning oldinglarda endi bundoq rolab qo'ydik, men o xijil bo'laman endi sizlarning oldinglarda rolab qilib. Masalan, men o'tirgan qizlar buning ichida birin oldin qizlardan izchil turda qatnashayotgan bir necha qizlar bor. Mushu qizlar sizlar Elzatdek mushundaq tez o'zgarishchan bolalarni yaxshi ko'ramsizlar? Faiza, siz yaxshi ko'ramsiz? Yo'q. Arzu sizchi? Bence ben qabul qila olayman deb o'ylayman. Albatta, mening turmushimga xo'shallik berishlar olsam, mayli o'zgarib tursa. Mening mijozim hamda ashtaroq o'g'il bolalarni yaxshi ko'raman. Ha, yaxshi. Qiziqchiroq o'g'illarni yoqtiribgansizda. Kuldirib tursa, mushu qo'rqitib kelsa, kuldirayotgan arzuni masalan. Ya esilli. Endi balans bo'lib qoldi bu. Ha, yaxshi. Sizning yurtingiz nereden Elzat? Men o'sha Urumchidan. Mana. Men bundaq so'rashim kelgan. Aba yaxshi degani iPad'dan itotdiki Reymqanning obrazini ko'z oldimga keltirib qo'ydi-da. Chunki bularda hech har qanday narsaga bir xil xushxuy holatda, eng yaxshi holatda inkas berish holati bor. Har qanday yomon ishnimi bir yaxshi holatda qilsak, bir qiziqarli holatda tugatsak deydi. Bu odamning turmushiga bir xo'shallik olib keldi deyman. Qizlarni xato tushunib qolmay, bu shunday xushxuy yigitni o'zingizlarga hamroh qilib tanishinglarni
ümit qilib. Rahmat, mana bu tushundigan Xayriguldan oxirida siz uchun gap qilyapti o'chim. Rahmat. Ben bir sual sorayım mı? Ha. Bo'ldi. Siz bu şu nemiga midan öş? Öş şans var mı sizden? Va bor. Nemiga öş? Va shu qizlar bilan ko'rishgan chog'da, yen ko'rishgan chog'da ko'rishib, uzoq o'tmaylar gapdan gap chiqiblar. Mashinangiz bormi, uyingiz bormi, pulingiz bormi? Qat'iy qo'sham yo'q-da, boshqa gaplar. Chunki men ya chunki menda yo'q u narsa uchun. Qanday qilib endi? Qo'sham yo'q-da işte. Şeyiniz yok mu? Ha, endi bu mashinam bor, lekin daykanda. Yaxshimisiz Elzat? Yaxshimisiz? Siz gapni qilgan chog'da bayon sahnga chiqqan vaqtingizda men ansirab tas qoldim, chiroqni o'chirayotganlik. Cho'qim mening kaynida bir siri bor. To'xtab o'chirmay turay deb turib qoldim. Sizning ananikin fikrlash jarayonida sizda ovozingiz odilmishkamdan siltidi ekan. Mana. Rahmat. Anandan keyin kasbingizni deyishdan burun men sizni kompyuter bilan shug'ullanmiki deb o'ylab qoldim. Ko'zini taqqana qarabmi? Kinolar chiqadigan kompyuter aqsab turib, orjin taqab bir buyruqlar berdi. Shuni ko'z oldimga keltirdi. Ammo men o'ylayman, mening tanlamoqchi bo'lgan loyiqim, jo'ram xizmatdagi rolni xizmatning doirasida ham olmasa, turmushda aralashtirmasa deb o'ylayman. Shunga kasbingizni hurmat qilman, shunga chirqimni o'chiraydi. Ma'qul. Lekin Ilzatning bir samimiyligi bor ekan-a. Menda u narsalar yo'q tursa, deganda shundoq ishtiqlar e'tirof qila oladi. Qani qaysi qizlarning? Ha, go'zal. Yaxshimi Elzat? Yaxshimisiz? Men sizdan bir savol so'rab baqsam. Siz mush kasbni qilayotgandan keyin bir qarab, endi o'g'il bo'lgan mush kasbni bo'lgan keyin jiq qizlarni tushuna olasizmi? Tushundim. Sizlarcha men qanaqaroq ekanman? Limonli oldida jiqqa qo'ygan bo'ldim. Psixik jihatdan tahlil qilib demakchilik turdi. Ha. Ben sizni qarasam, shu siz oq ko'ngil yaxshi qiz ekansiz, bunday savol so'ray olgan ekan mendan. Alimalim, siz qanday qaraysiz? Tahlil qanday bo'ldi sizcha? Ko'ngillik bu butun insoniyatga o'rtaq narsa. Dunyoda hargizmi eski odam yo'q. Buni cho'qim biz bilishimiz kerak. Faqat ba'zi odamlar o'zini yangammaganlik uchunlar ba'zida boshqalarning ziyon kelishlik qilish orqali o'zidagi psixik ojizliklarni to'liqlaydi xolos. Ammo uning ichki dunyosiga qarasak, amaliyotda nurg'un odamlar o'zini qo'g'dash uchun boshqalarga zarar berdig'ini biz eski odam deb olamiz. Amaliyotda dunyoda biz kezib chiqsak, hamma odamning ichki qalbining, ya'ni ichki qalbida oq ko'ngillik purab turadi. Ayollarda ham shunday. Şoň Ilzatning bu qizning oq ko'ngilligini bu bir hammadan tushunadigan gap. Hamda mush qizning ay shu savolni nim deb so'g'in emas, nemish so'g'inning o'zi biz o'ylashdigan masalada. Demak, mush qizning Ilzatdan ay savolni so'g'ini menga diqqat qiling, mening sizga bundaq deymiz, havgandamdoq tuyg'um yaxshi bo'layotdi degani. Shunga nurg'un chiroyda qizvonning nima deganiga emas, nemish shundoq deganiga bekrak diqqat qilsang, ondan ularning ichki dunyosiga ozroq kira olasiz deb qarayman. Ammo sening eng chong ortiqchiliging nima ekan desa, senda bir erkin his qilish bor o'zing uchun. Ammo bu ortiqchiliging balkim sening dunyodagi nurg'un narsalarga vusuviy qarashingdan iborat bir kamchilikmi bo'lishi mumkin. Chunki nurg'un vaqtlarda odam mening eng chong ortiqchiligim degan yerlari, mana eng chong kamchilik bo'lib qoldi. Shunga sening mush xaraktering ham kamchilik, hem bir ortiqchilik. Chunki qizlar seni hamma ishlarga bir xil e'tiborsiz qaraydigan, astoydil emas degan xato tushunchaga qilish mumkin. Ammo bu hargiz sening hamma ishlarga e'tiborsiz qaraydiganligini derak bermaydi. Texi sendek bolalar ba'zi ishlar intayin astoydil keladi. Chunki doim kishilar o'zining ichki dunyosiga aksi oldin ifodalashni yaxshi ko'rdi. Shunga qaramoq sen astoydil emaslik turgan bilan balkim sen nurg'un astoydil ko'rinadigan bolalar qaraganda nechasi astoydil bo'lishi mumkin-da. Buni albatta muhabbat jarayonida qizlar o'zi his qilib bilib olish kerak. Rahmat Alimalim. Xayrguldan qaraydigan bo'lsak, Aliyalar dadillik bilan men
turmush bilan kasbni aralashtirib olgan bolalarni toz yoqtirmayman deb chiroqni o'chirgan hisob qilmaganda 7 nafar qiz hozirgi chiroqni saqlab qoldi. Uning oldida Ilzat mashinam bor, qarzga ilingan, uyammi yo'q, sharoitim toz yaxshi emas dedi. Bugungi kunda davrning taraqqiy qilishiga ergashib, ba'zi real masalalarni biz xil qabul qila oladigan bo'ldik. Mush qizlarning mushundaq sharoitini anglab turib, chiroqni saqlab qilishi haqiqatan qimmatli ruh deb o'ylab qoldim. Hozir o'zi bilib bilmagan asosda Elzat shundoq bir umoq, hamma odamni o'ziga qarta oladigan bir oq ko'ngillikni, ko'ngilchaklikligini ifodalayapti. Masalan, baya güzelning oq ko'ngil, shundoq kelishimlar ko'rdim dedi. Demak, mushuning o'zi bu yoqning bek ko'ngil ayaydiganligini bildirdi. Qizlar bundoq ko'ngil ayaydigan o'g'illarni bek yaxshi ko'rdi-ku. Shuningga bu uning ortiqchiligi bo'lib qolishi mumkin. Shu qizlarning chirig'ini o'chaymasligining bir sababi bo'lib qolishi mumkin. Qandaqli bo'lsin, bu bola eng samimiy holatida o'zining faqat aktyor mashda yaxshi ko'rdiganligini, bundoq aktyorlik kasb bilan turmushdagi holatida har vaqtda bu kasbini yaxshi ko'rganligini ifodalab, shuning uchun izlanayotganligini turmushga qo'shib olganini hisob olmaganda hamma narsasi shundoq ochiq oshkora samimiy bir inson ekan. Rahmat. Xo'sh qani Ilzat, sizning qizlardan so'raydiganlaringiz bormi? Qizlardan so'rab baqsam, 2 nomerli mehmondan so'rab baqsam, Arzudimi? Siz qizlar bilan o'g'il bola ko'rishga chiqqandan keyin tamoq yeb bo'lib, nima ish qilsa, endi ayji deb qo'yamiz uni. Ashdan qanday qaraysiz? Menchi bo'z, cho'qim o'g'il bola tilaydi. Har qanday vaqt cho'qim o'g'il bola to'lash kerakmi? Masalan, ashu tug'ilgan kuni bo'lib qolgan kun bo'lsa, cho'qim o'g'il bola tilaydi. Tug'ilgan kun bo'lib qolsa, men o'rlashtirsam bo'ldi, hamda bir surprise berish uchunchi. Lekin turmush tutgandan keyin shu er kishining yanchiqidan chiqadigan bir yer bo'lsa. Ayol kishi agar maosh bo'lgan ahvol ostida ayol kishi maoshini uyga akirmisin bo'lamda? Uyni o'rtaq tutish kerakmi yoki ayol kishi o'zi mustaqil tutish kerak? Ne gapirdi? Turmush qurgandan keyin o'rtaq fiqtada shundaqmi? Lekin yurish mazgilda unda birga tomoq yeyish, bir faoliyat bo'lib qolsa, uni butun o'g'il bola chiqarish kerak. Navad arzu bilan tomoq chiqsangiz, ejri qilayli deb turamsiz yoki kimsiz? Yo'q, o'g'il bola bo'lsa men to'layman. Ha. Hamsi qanday bo'lib bu savol so'rab qoldingiz? Ba'zan bir vaqtlarda hammadan bir to'liq bo'lib ketmaydi-ku. Ba'zan bir vaqtlarda hamda azroq bir bu ishlar bo'lib lekin qorlishib, necha yil bo'lib ketgandan keyin aklar yetmadi desangiz bo'ladi jibinglar. Qizlarni shundoq suyimli-ku, ichida nima o'ylastaydi. Endi miyada qildigan, o'zaro o'rtaq xarajat qildigan degandek temalar chiqyapti. Patugilda biz shu o'rtaq mulk degan gapni ko'p anglaymiz. Odatda biz o'rtaq mulkni qanday ayiramiz? Masalan, to'ydan burun o'rtaq mulk, to'ydan keyin o'rtaq mulk degandek ayrilamdi. Mushu jihatda xonim qizlarning huquqi qanday qo'g'dildi? To'y qilish oldi turgan yoki to'y qilgandan keyingi yigitlarning huquq manfaati qanday qo'g'diladi? Mushu ayolning o'rtaq mulki to'g'risida davlatimiz o'ylanish qonunining 17-moddasida aniq belgilangan bor. Mushuningda mushu taraflar to'y qilgandan keyin erishgan mulklar taraflarning o'rtaq mulki bo'ladi. Masalan, buningda maosh puli, mukofot puli, undan keyin mushu o'rtaq setib olgan mulklar, ham mushu qonunimizda o'rtaq ayolning o'rtaq mulki bo'lishga tegishli mol mulklarni o'z ichiga oladi endi. Endi shaxsiy mulk degan qanday bo'ldi desak, shaxsiy mulk deganimizda mushu davlatimiz o'ylash qonunininki 18-moddasida aniq belgilangan bor. Buningda mushu bir tarafninki to'y qilishdan ilgirki mulklari. Ikkinchi birisi mushu vasiyat yoki hadiya orqali shu ayol tarafga yoki tarafga bo'lib shu tarafga tava bo'ldi deb qaralgan mulklar. Anadan keyin shu tarafninki shaxsiy mulklari. Masalan, o'zininki shaxsiy turmush buyumlari deganlar. Shu tarafdan shaxsiy mulki bo'ladi. Undaq bo'lsa, shu shaxsiy mulklar to'y qilib qanchalik vaqtdan keyin o'rtaq mulkka aylandi yoki aylanmaydi? Bu shaxsiy mulk taraflar to'y qilib mancha yildan keyin o'rtaq mulk bo'ladi deydigan belgilama yo'q. Shaxsiy mulk o'zining shaxsiy mulki bo'yicha bo'laveradi.
taraflar o'rtaq turmush kechirish jarayonida qonunliq xotin bo'lgandan keyin erishgan mulklar o'rtaq mulk bo'ladi. Endi masalan, bundaq alayli, hozir shu Ilzatninki to'y qilishdan ilgari bir yurish uy bor. Bu yoq singlimiz orzu bilan to'y qildi. To'y qilib, to'y qilgandan keyin yoki ma'lum necha yillar o'tgandan keyin agar Ilzat hukumiz bu mulkninki taraflarning o'rtaq mulki bo'lishga qo'shilsa, yozma kelishim tuzib, bu aslidagi o'zining shaxsiy mulki bo'lgan mulkni ayolning o'rtaq mulki bo'lganligi to'g'risida kelishim tuzsa bo'ladi. Demak, oldingi shart qo'shilish kerak. Cho'qim qo'shilish kerak, ham yozma shaklda kelishim tuzilishi kerak. Biz ba'zida anglaymiz, to'y qilib 7 yildan keyin hamma narsa o'rtaq mulkka tava bo'ldi degan gaplar. Demak, buning ancha ilmiy asosi yo'q ekanda. Bu gaplarniki qonun asosi yo'q. Bo'ldi. Rahmat Batigilda. Qiz yigitlar uchun o'zini qo'g'daydigan, bilinishga tegishli yaxshi savollarni so'zlab berdingiz. Xo'sh, Ilzat, savollaringiz bormi? Yana arzudan so'ramsiz. Yana arzudanmi? Men agarda shu rollar bo'lib qoldi, masalan, rollar bo'lib qolganda qiz o'g'ilsida muhabbatlashadigan bir rollar kelib qoldi-ku. O'sha rollar kelib qolsa siz qanday qaraysiz shular? Bo'ldi. Muhabbatlashish deganda ekran baklam yaqinchilik munosabat chiqib ketmaydi-ku, endi chiqamaydi hozir. Odatda muhabbatlashib chiqsangiz bo'ldi, kasbingiz hurmat qilma. Boya arzu dedi şunun qarta bək yaqinchilik munosabat bo'lmasa mumkin, ya'ni qabul qilib bo'ldi uni. Chiroqni saqlab qo'yishingiz alohida bir sabab bormi? Yo'q, boyamni yo'q. Asl gap bilan bu intiqobsizda. Yo'q, shu tutib turgan Batigildaning salatlarini bir anglab bilib o'chirib aytayapsizda. Ustozlar gap atgandan keyin. Endi men nimda ifodalashimni uqmadim. Mening yoqtiradigan tipimdagi bolalarning emaska shu an. Bo'ladi. Demak, bizning mayli o'zaro suhbat qilayotgan jarayonimiz bo'lsin, amaliyot sizlarning chiroq o'chirishingizga hech qanday taxlisi bo'lmaydi. Agar xijolat bo'lib qarshi tarafdan o'zaro so'rab o'chirib yetma desanglar, u o'zinglarninki ixtiyorligida. Agar qarshi tarafga hech qanday inkos bildirmay o'chirib olsanglar, u o'zinglarning ixtiyorligida. Chunki elchi programmasida majburlash yo'q. Xo'sh, chiroq saqlab kelayotgan qizlarninki yoki savoli bor, yoki o'ylayotgani bor deb xiyol qilyaptimi? Mayra, men bir savol so'rab qo'yaylik. Masalan, sizning ayolingiz amma jihatlar o'rtoqlik bor, lekin shu xizmat jihatda sizdan yuqoriroqchi turib, masalan, hamda hammadamning ba'zanki nimalar o'xshamaydi. Kuchliroq ayollar bo'lsa, kuchliroq bo'lib qolib ayolingiz kasb jihatda utuq qozongan fursat beramsiz, siz uyda bola qarab, to'shib, tamoq etib degandekmi? Masalan, aktyorlikni tashlab etib, aktyorlikni tashlab etib degandek. Bir balam deb kelsangiz. Kesbim taşıyıp onun... Yakam kesbiniz taşımışsınız buldu, lekin aşkı 99% ayağınızın kesbiye siz bedel töresiniz demekçi. Ya, ben bir kızvanı alıma herkes tegmeyim. Alimalı muş talep orulluq mu? Küçlük ayollarının eriden muşundaq taleplerini, mesela şundaq bir misallar duş gelsek, küçlük ayol özüden nisbeten kesbçe tüven turduğun erdin, sen men küçlük bo'lgan ekan aile uchun qurbonlik berishing kerak degan talabni o'tirib qo'yish to'g'rimi sizcha? Ben buning to'g'ri xato yeri yo'q. Endi shunday talab qo'yapti-da endi shu. Ammo ayolning endi talab qilish huquqi bor. Albatta, Ilzatdek o'g'il va erlarning uni rad qilish huquqi bor. Qabul qilish huquqim bor-da. Balkim Ilzat ixtiyorligida. Yani nurg'un bolalar xalmaydi uni. Ammo ashuni xalaydigan adamlarmi bor. Shunga biz bu yerda to'g'ri xato emas, faqat foydali ziyonli tarafini va odamlarning o'xshamaydigan xususiyatini chiqish qilamiz. Masalan, men ko'k cho'chirsa qo'sham yo'q. Shundaqmi? Ha, qo'sham yo'q. Ammo bu ko'k cho'chirish nachar deganlik emas. Mening qo'shamning bo'lmaganligi qaragach ko'k cho'chirish yaxshi emas deganlik emas. Mening o'sha qo'sham yo'q. Nurg'a odam ko'k cho'chirish omroq. Mana shundaq. Şu an nurg'a vaqtlarda biz mening qo'sham yo'q desa, hoşumuz bo'lmagan narsani yaxshiman deb bekitib olamiz. Bu xato. Men herkes ko'k cho'chirish nachar demayman. Ko'k cho'chirish qo'sham yo'q deb ifodalayman. Bu mendagi subyektiv mening ko'z qarashimda. Shunga ba'zida bizning boshqalarni yaxshi ko'rmasligimiz, ma'lum narsalarni yaxshi ko'ramiz, ma'lum turmush uslubini yaxshi ko'rmasligimiz, u narsaning yaxshi yomonligini direkt vermaydi. Faqat bizning ma'lum sifatini yaxshi ko'rmaganligimizni direkt bergan gap. Shunga bu yerda bu qizningmi to'g'ri, bu Izzatningmi
to'g'ri. Ko'pincha vaqtda turmushda hargiz xato to'g'ri emas, ikki to'g'ri o'tirsida ziddiyat paydo bo'ldi emasmi? Undaq bo'lsa, shunaq ikki to'g'ri o'tirsida ziddiyat paydo bo'lgan vaqtda buni qonunga tushirib hal qilgan bo'lamdi, Fatigul xonim. Masalan, ayol kishi ziyoda kuchli, er kishi nisbatan kasbda muvaffaqiyat qozonib bo'lmaydigan sharoitda ayol kishi uni majburlab uyda bola beqib meni qo'lla desa. Bundaq desa toza muvaffaq bo'lmaydi. Oldingi sondagi nimada shu bu vaqtda azroq men to'xtalgan. Endi shu davlatimiz o'yilish qonuniningki 15-moddasi aniq belgilangan. Avlarningmi, ayollarningmi ishlash, xizmat qilish, faoliyatlarga qatnashish, masalan, ishlab chiqarishga qatnashish huquqi bo'ladi. Buni qarshi tarafningki cheklishiga yoki to'saliq bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi degan belgilanma. Mushu belgilanmadan qaraydigan bo'lsak, avningmi xizmat qilish huquqi bor. Endi mushu ahvolda agar mushu ilzot hukumat o'zi to'g'ri tepib, xohlab, bo'ldi, unda bo'lsa siz xizmat qiling. Men oila ishiga qarag'ash bolalarga qarab, sizningki mush xizmatingizni qo'llay deb o'zi xohlasa, o'z roziligi bilan bo'lsa bo'ladi. Lekin ayol tarafdan, qiz tarafninki buni majburlashiga bo'lmaydi. Rahmat. Xo'sh, Ilzat, xil jini bor savollar chiqyapti. Xil talavatisiz qarasam. Taltavatdi-ku mening savol. Bayatdan manda chiqqaningiz azroq pushaymon qildingizmi? Pushaymon qilmayman. Xo'sh, qizlar, savollarni davomlashtiramizlar. Mayra chiraqni ham davomli saqlab qoldingiz-a? Kasbingizni hurmat qilman. Lekin men yaxshi ko'radigan kasbga tushmay qoldi ekan, shu men chiraqni o'chirib xap bo'lman. Bo'ldi. Xo'sh, Ramila. Izzat, yaxshimisiz? Sizni so'rab baqsam, siz to'y qilmoqchi bo'lgan qiz do'stingizga qarata qanday talabingiz bor? Qizlardan nimani kutasiz? Mening endi boshqa kutishim yo'q. Endi abay degandek uyam pulam bo'lmagan degancha. Endi shunaqa. Lekin bir umr bo'lmamdi, keyin bo'lamdi. Ya keyin cho'qim bo'ladi. Har qanday odamdan jiq bo'ldi deb o'ylayman. Mening endi qizlardan kutadiganim endi shu meni qo'llab bersa, haqiqiy bir aktyorlik, kendilik ayoli haqiqiy qo'llaydi-ku. Qo'llagan chaqdan kifti qazana oladi u kishi. Bu masalada men abay deganga so'rgan o'xshashlik, unda rollar olib qolsa, chiqmaysa, qilib o'tasa, oyada shu qazanmaydigan ishlar chiqadi-ku. Jurmakchi bo'lgan qiz oldi kutadiganim shu. Mening kasbimni hurmat qilsa, meni qo'llasa, andan keyincha yo'q birlikda tirishib, tixinbek yaxshi oilalarni qurib chiqsak deb shu maqsad. Chiraqni saqlab qolamsiz, o'chiramisiz go'zal. Nima? Ramila. Men o'chirayday. Mening alaqay yoqtiradigan tipimdagi o'g'illar emas, shu o'chirayday. Gapimning nari yoqmidi ha? Majburlab so'rash yo'q-a. Agar javob berishni xohlasangiz javob bersangiz bo'ladi. Xohlamasangiz javob bermasangiz bo'ladi. Siz alaqay yurishtirishingiz naytday ochiq yo'q. Lekin mening yoqtiradiganim bir keskin yurishtirishi biza cho'ng sifat o'g'illarni yoqtirma. Shuna o'chirayaptim. Rahmat. Rahmat. Go'zal. Hozir chiroqni o'chirmagan orzu bilan ishimiz qoldikmi? Shundaqroq. O'chirayday desam chidamayman. Nariga chidamaysiz? Ishqilib men yaxshi ko'rgan tipdagi bolalarga. O'chirayotmasam sal turib meni o'chirmas qanaqa qilaman deb. O'zingiz ishonch qilmayapamsiz yoki ilzat ishonch qilmayapamsiz? Ishkilisi bordek turadi-a? Bo'ldi, erkinlikni sizga beramiz. Ixtiyorlik sizda. O'chirayotmay turib turay qani. Bo'ladi. Arzu, sizning o'chirayotmasligingiz alaydi sabab bormi? Biqodan ko'nglim yiqib qoladi. Undaq bo'lsa, biz hal qilg'ish bosqichiga kiraylik-a. Endi har ishkanglar ilzatning o'rniti uchun chiroqni saqlab qolgan kansizlar, ilzatning bir chiroqni tanlash erkinligi bo'ladi. Ham har ikki chiroqni o'chirib o'tish erkinligimi bo'ladi. Biz endi tanlash huquqini ilzatga berdik. Qazim bir testama tanlash. Siz o'tirib keling, ikki go'zal qiz ikki tarafdan o'rin elinglar. Biz sizlarga o'ynash vaqti beraylik. Qani, go'zal. Jurgingiz samsin, go'zalning shurga sap ketib beribdi-a. Programmamizning qoidasi bo'yicha ta'tir sanoqni sanashni boshlaymiz. 5 4 3 2
Menimcha go'zalga ikki kalim so'zingiz bor deb o'ylayman. Sert bo'ldi. Endi abaylıqı Arzugül'den sel cıq suallarını sorab özümün köngül yaqdan qiz alma emasmi shuni jazmlashtirib oldim emasmi? Shunlashqa ishtab qoldi ishlar. Ishqisi yo'q. Men ko'nglim qanchalik ep ketmadim. Bo'ladi. Rahmat güzel. Çayınız qaysisangiz bo'ladi. Ishqinglarni muboraklaymiz. Ishqinglarga programmamizni alay talab qilgan o'rin Tilsim oltinchiligining naq maydon sizlarga berdigan to'yliq oltin uzgi bilan atirgutun sirti tushirilgan oltin medalyoni bor. Bunday bo'lsa qabul qilinglar. Ilzat islar. Mayli turmushdagi o'zingiz bo'ling, mayli bayatinga ilzat bo'ling. Qaysi xil shaklda berishni xohlasangiz shu shaklda bering. Eng muhimi bu sovg'atlarning hammani beramsiz yoki birini olib qolamsiz o'zingizning ixtiyorligida qiling. Biringiz qilay. Bütün dünyadaki nesler bunun için sizin tayyorluq, lekin siz Moğol tayyorluq. Arzu. Kendi sözünüzü anlayın. Ben ta'sirlantirgan gap qilyapsiz. Hal gap qilyaptimi boyagi? Menchi bo'lsa, turmushda qiziqol ishga tirishsa, barliq narsa el qilg'ili bo'ladi, barliq ishni el qilg'ili bo'ladi. Lekin xo'shallikni bek tez topadi. Shunlashqa men Elzatni menga turmushda xo'shallik ato qila oladi deb o'yladim. Shunga xo'shallik bilan Elzatning qo'lidan tutib, sahnadan ayrılışını xalaysınız, shundaymi? Xalayman. Bo'ladi. Agar ishlaringlar yurishlik bo'lib, haqiqatan bir-biringlar ko'ngil to'xtatib, o'yilinish xiti ola olsanglar, to'y murosimiga tayyorlik qila olsanglar, demak, o'yilinish xitini programma guruhimizga ta'minlab bera olsanglar. Programma guruhimiz Şirnay sayohatinglarni xirajdan ko'tirdi, ya'ni sayyoh sayohati bilan sizlarni ta'minlaydi. Undan boshqa yana uy zinatlab qolsanglar, birlikda tirishib olgan uyinglarni zinatlab qolsanglar 30% haqini programma guruhimizga ko'tarib berdi. Aldingi shart cho'qim hukumat tarafdan e'tirof qilingan o'yilinish xiti bo'lishi kerak. Muborak bo'lsin. Xayralsa, baxtli bo'linglar. Anna avalınla görmenden yaxşı donlamı. Abayma men mustaq sekting mustaq mushbit chiqdim. Rasga qilsam men sekting chiqishdan burun mustaq chiqaymo ya o'zimning shu odatdagidek mustaq odat turmushimda chiqaymo deb bek o'ylashib ketdim. Shu odat hamdiligi men aktyor bo'lgandan keyin hamda bir komediya aktyor turib hamda bunda tüp tutsam men ko'nglim unmadi cho'noq. Shuningda o'zgacha bir chiqib baqay deb mustaq chiqdim. Arzuga chiroqni saqlab turibdi. Şununda ben bek geçip getdim-de özümni. Ben hazır mustaqda eng baxtli kishi. Men baxtlik. Menchi bo'lsa seni to'g'ri chiqdi deb o'ylayman. Anda usulda chiqmagan bo'lsa, balki men bek oddiy sodda, bir oddiyla o'g'il bola deb o'ylab qoladim. Menda jihatdan kuldiraydi deb o'ylamay chiroqni o'chirishim mumkin-di. Abaymi sen de dedin. Turmuşda xo'shallik eng muhim qolgan ishni topqini bo'ldi, ish qadam tirishsa deb o'ylayman. Qiziq yigitdan birini uzatdik, to'lim chiroyli bir qizdan birini uzatdik. Ikkalan o'zaro bir-biridan huzurlangan, o'zaro bir-birini tushundik deb qargan ahvol ostida sahnamizdan ayrildi. Qizlar, naqshanglar bormi? Bunday bo'lsa, chiroyli naqshdan birini anglab o'taylik-a. Qani, marhamat. Qar yog'magan zimiston
Hürmetmen dostlar, ko'rayotganinglar Şinjan Sabiylar Kasbiy taraqqiyot savdo cheklik shirkati tajdarligini o'z ustiga olgan, tilsim oltinchiligi alohida talab qilgan. Şinjan Kamera madaniyat tarqitish cheklik shirkati ajri bilan ro'yobga chiqargan elchi programmasi. Navbatda biz ikkinchi mehmon bilan tanishib chiqamiz. Ekran qaraylik. Yaxshimisilar do'stlar, men Shavkat Alim. Mening kasbim bo'lsa kasbiy model. Bo'y egizligim 1.86 ta. Bu yil 35 yoshga kirdim. Elchi programmasi kelishga maqsadim bo'lsa, o'zimga o'xshash oqko'ngil, ota-onasi kuyimchan bir qiz bilan uchish uchun keldim. Qanday chiroyli qizlar? Yaxshimisizlar ustozlar? Qizlar bilan salomlashmamsiz? Yaxshimisizlar? Shavkatni balkim bir qism ko'rman do'stlarimiz ko'rgandek to'yg'uga kelgan bo'lishi mumkin, deymizmi? Shavkat nisbatan hozir to'r taratqularning taraqqiyotida do'yin deymiz, turli taratqularda o'zining alohidligini namoyon qilayotgan iqtidorli yoshlarning birisi. Uningdan boshqa Shavkat yana mana bu takshilik modellik kasb bilan shug'ullanadi deyman. To'g'ri. Kasbiy alohidligingizni ko'z tutib, biz sizning naq maydonda bizga mahorat ko'rsatib berishingizni ko'rgimiz bor. Agar siz xohlasangiz. Bo'ldi, chatoq yo'q. Bo'ladi? Mening bir talabim bor. Manga bir dadamdan qildi. Tang bilmayman program. Men demisangiz, lekin desangiz bo'ladi. Ha, bo'ldi. Bo'lsa Faiza. Bilmanda xiyamansiz, qanday bilib oldingiz? Faizami? Chunki takshilik modellik kasb bilan shug'ullandi. Faiza, xohlamsiz? Qani. Vaa. Mashq qilgan bo'ldinglar bo'lmasa? Nasraya, bayatdan beriblar Faiza, nuringizga qo'lni oldi-ku. Buni alayda deyishib oldinglarmi yoki mashq qilib boqqanmidinglar? Faiza bilmasdinglar, kasbiy alohidligi bo'yicha qo'lni nuringizga oldimi? Yoki bu kasbning qoidasi shundaqmi? Bu model kasbida hamda biz bir o'g'on bola, bir qiz bola bir kelgan chog'da orliqimiz pek cho'ng bo'lib kelsa, bu masalan rasm tushganda ya bo'lmasa videoga chiqqan chog'da pek set chiqib qoldi emasmi? Shunga bir go'zallik tuyg'usi ta'sir etganda. Shunga bir-birimiz bilan qanday moslashish yaxshi bo'lishi kerak ekanda. Bo'lmasa bu hamda chiroyli chiqmaydi shu. Sizcha Faiza sizga moslasha oldimi? Shunda yaxshi moslashdi. Bo'ladi. Undaq bo'lsa, maydondagi qizlardan siz savol so'rasangiz bo'ladi yoki chiroyli qizlarimiz sizdan savol so'rasa bo'ladi. Qani. Ha, Faiza. Yaxshimisiz? Siz endi qizlar qo'ygan talabingiz bormi? Masalan, kelgusidagi talabingizga. Mening talabim hamda uniki tashqi emas, hamda mening kasbimni qo'llaydigan, anonikin samimiy anoniki yana birsi shu. Men sal hamda lag'manga bek amroqchi. Nimaga? Lag'man. Men bek usta lag'manga. Tamam. Chuqur lag'man italcha deb o'ylayman. Gap yo'q unda. Demak, Shavkat, kasbiga alayda cho'ng talabingiz yo'q. Qandaqdir taqdir qilgan alayda o'lchimingiz yo'q. Faqat mijozinglar kelishsa, xarakter jihatdan muloyim sizni qo'llaydigan chiqishqa qiz bo'lsa, degandek o'sha xiyollarni qilgansizlar. Agar kasb qilmay oilada sizni butun vujudi bilan qo'llaydigan bir qiz bo'lsa-mu, xohlamisiz? Sizning shartlaringiz chatoqroq bu degan hamda bizniki o'g'illarning bir vazifasi. Demak, Xayriguldan mana Shavkatdan angladik. Kelgusiga jo'risiga nisbatan ortiqcha talab yo'q ekan. Siz o'zingizning davri bilan selishtirib bizga deb baqsangiz, sizlarning davringlardami agar bir yigit bir qizni ilishning oldida mayli ishlang, mayli ishlamang, men sizni boqaman degan so'z qulog'ingizga yoqadimi? Mana men hozir turibdiman, men hozircha bu so'zni bek yaxshi ko'raman. Chunki ota-onamiz bizni eng yaxshi holatda bir yigitning qo'liga tutqizdi-da. Her qandaq bir o'g'ilning men xotin olaman. Shu xotinni beqish, shu bolalarım bilan bir oilani qurib chiqadigan rol mening qo'limda. Men mush uyning to'rigi, men mush uyning vali deydi ekan. U har qandaq bir ayol kishini beqish uning majburiyati deb o'ylayman. O'g'lim bo'lgan bo'lsa, men cho'qim mush ongni o'g'limga singdirib turib cho'ng qilatdim. Shunga men Shavkatning mayli qandaq bo'lsa, men baqalayman degan gapiga qarab, bek yaxshi ta'sir tuyg'udi bo'ldim. Rahmat Xayrigulda. Rahmat sizga.
Hoş kızlar, Şevket'ten soraydigan savolinglar bormi? Aliye. Yaxshimisiz Shavkat? Yaxshimisiz. Siz hozir kasb jihatdan utuq qazinyapsiz. Kasbingizga utuq tilaymiz. Rahmat. Mening sizdan so'ramoqchi bo'lgan savolim, siz mush modellikdan boshqa, masalan, san'atning boshqa turlarigami qiziqamsiz? Masalan, al og'aylaringizning to'ylari bo'ladi endi. Bag'andan keyin modelmangan shu bag'andan keyin ancha-muncha usul o'ynaysiz, shunami? Chunki mening bunda so'rashimning sababi, men tanlamoqchi bo'lgan jo'ramga nisbatan o'g'illarga xos mardona o'ynay oladigan bo'lsa deb umid qilyaptim, shuni so'rganim. Demak, siz o'zingiz aktivchanlik bilan to'ylarda o'zingiz ko'zingiz tushgan qizlarni tansiq tatishib jur'at qila olamsiz demoqchi. Albatta, agar bir qizga ko'zim tushib qolsa, men beriblam. Mening mijozim bak tuzchi. Beriblam ya tans o'ynaylik, usul o'ynaylik deyman. Agar rad qilsa mayli. Hech qanday o'g'il bola boshqa qiz bilan sharoitda siz yana o'xshashla o'zingizning qarori bo'yicha shu qizni tansiq tatamsiz. To'g'ri. Ali ma'lum, mushaq tishkimiz bir paranglashib baqaylik-ya. Sizmi bir o'g'ilval bo'lish sifatingizda mush to'ylarda o'g'illarning hammasining ash ustalni cho'rdab, kulki chaqchaq bilan o'tirib faqat qizlar taraf qaramasligida biroz sabab bormi? Yoki o'g'illar xijil bo'lamdi? Qizlar o'zligidan qo'pib o'zi bilan o'zi o'ynaydi. Mush ahvolni o'zgartirib bo'lamdi degandek. Hamda har bir davrda mayli erlar bo'lsin, mayli ayollar bo'lsin, ma'lum bir iqtidorni yetildirishga yushurun bir talab qo'yildi. Masalan, burunlarda bir erning muhim yoki boshqa erlardan ustun bo'lish bo'lmasligi, uning valisini yoki tansini qanchalik voyiq yetkazib o'ynashi bir erning nisbatan ustunligi cho'qim muhim bo'lgan bir narsa-da u. Endi hozir kelganda-chu desa, biz erlarga hargizmi bu tansini yaxshi o'ynay olamdi, o'ynayolmamdi emas. Uning iqtisodiy kuchi qandoq degan o'lcham tabiiylar qo'ylab kelayotgandan keyin erlarmi dal nima desa, nima muhim bo'lsa shu iqtidorni yetildirayotgan gap. Endi bu hozirgi bolalar men qo'shilib tansini bilib ketmaymiz. Tans o'ynash men hamda asosiyatdan shu anda o'tir maktabida shu o'zim yaxshi ko'rgan qiz bolani hamda yaqin turib olay deb, quchoqlab olay deb hamda shu o'ynaydim tansini. Men shuni shu ish qo'lim tutib olib mengib yuraydim hamda. Tans o'ynamaydim, men bu ham mengib yuraydim. Amaliyotda tans o'ynashim bir nihoyat tez bir narsa-ki, u bir yo'nalga amaliyotda. Sizin bo'lish kerak-da. Hozircha tans bilmayman. Hamda biz bilamiz, odam nima usta bo'lsa, shu sovrinni yaratishga va shu sovringa berish qamroq bo'ladi. Hamda erlarda o'rtaq bo'lib shu bizning ishimiz, bizning kichikda tansi deydigan iqtidor bek kuchli bo'lmagandan keyin, bular tabiiy nimasi o'zi usta bo'lmagan narsani aldirab sahnaga bularni sovrinlarda oldiga chiqa olmaydi. Bu qandaqdir erlardagi qizlarga bo'lgan jur'atsizlik emas, balki bizning ayollarga ko'rsatadigan iqtidorimizning o'zgarganligidan bo'layotgan. Bo'ladi, rahmat. Undaq bo'lsa, biz xonim qizlarning bag'rimiz shundaq keng'u. Biz to'y ma'rakalardagi yoki alayda bir so'rinlardagi jo'rsiz yigitlarning jo'rsiz qizlarni o'z ixtiyorligi bilan tansiga yoki usulga tatmaganligini, tansi usul bilmaydiganligidan bo'lsa kerak deb o'ylayman, ya. Xo'sh, qizlar, yana savollaringlar bormi? Qadirga. Agar sizning yana bir juftiniz hozir mana Şinjanning ichida emas, Şinjan sirtida, masalan, boshqa o'lkalarda taraqqiy qilmoqchi bo'lsa o'zining kasbini, shaxsan mening o'zimning kasbi girimchik emasmi? Men hozir bu yerda Şinjanning ichida girimchiklar chiqib bo'lgan ekan, matrab mashi Şinjanning ichida taraqqiy qilib bo'lamdim. Men cho'qim boshqa yerlarda taraqqiy qilishni o'ylashyaptim. deb ashta qilib qolsam shu rayon atlab demoqchi, shundaqmi? Ashta boshqa yerlarda, Şinjanning boshqa yerlarida agarda ashta taraqqiy qilma deb qolib qolsa, shuni qo'llab quvvatlab qilib, agar bilib berib, ashta shuna qilib bera olamsiz. Albatta. Tam barimiz. Men ham delaqa o'zimni yaxshi ko'rdigan odam bilan-chi, birga turmush kechirsam ham tang tirishib, masalan, u o'zining ishini qilsa, men o'zimning ishini qilsam, ananiki ishlar tuganlik uyga kirib yana baxtli turmushlar kechirsak bo'laveradi.
Rahmat. Demek qo'llaysiz. To'g'ri. Rahmat. Bir inchki bir masalani so'rab baqay. Bu balkim ko'pincha erlarda umumyuzlik masala bo'lishi mumkin, lekin Shavkatning ideyasining ochiqligiga qarab, men so'rab baqim keldi. Sizda kullash masalasi ig'irmi? Astula bor. Astula bor. Yo'q deyolmayman. Kullash masalasini qisqacha bir yechib baqsaq, Ali ma'lum. Bu kullash insonlar bilan hayvonlarga o'rtaq bo'lgan bir xil inkas. Shuna odamlardagi kullashni biz ikki xil kullash bo'ldi. Birisi hayvonlar bilan o'rtaq bo'lgan kullash. Bu intayin sağlam kullash. Hayvonlar qanday vaqt kullaydi bo'lsa, masalan, ördekni biz eng tiz odamlarga o'xshaydi deymiz. Ördek shu erkak ördek hamda kishi ördekni qanday vaqt eng kullaydi desa, shu homildor kuylaydigan vaqt deydi-ku buni. Kuylaydigan, ya'ni qo'shqo'da hayvonlarning unda bir fasli bor-ku. Har qanday hayvonning ma'lum bir yilning ma'lum bir vaqtida kuylash vaqti bor. Shu bir ermo bir ayolni küllishi, ya'ni boshqa bir erdan bu er yaqinlashsa, küllishi buna sog'lom bo'lgan bir harakat. Bu xil kullashdek bo'lmasa, bu sog'lom emas. Ham ikkinchi xil kullash bor, bu psixotik kullash deymiz. Bu kisel xarakterlik ruh kisel orqali kullash bo'ldi. Ba'zilarda o'zining bexatarlik tuyg'usi tuvallab ketgan vaqtda, o'rinsiz holda, sababsiz holda, hatto bir xil gentashin kullaydigan erlar bor. Bu herkes ayollik sebep olmasından bu nimasi erdiği bir xil kesillik hesaplanır. Ama ikinci xil akıl kisel karakterli küllaş bu ayolni mu bir ömür bezar kılıdı. Ayoldan bekrek, er üzünü mu üze bekrek azaplaydigan. Bunu çoğum psikologik davalanish kerak. Bundaq bir narsani aniq qilib bilish kerak qizchaqlar. Bu programmadagi asosiy maqsad nima desa, herkes bir odamga tunishtirish emas. Biz har qancha tunishtirsaqmi bir yilda bek chiqlab ketish 20-30 odam tunishtira olamiz. Bu herkes bizning programmaning maqsadi emas. Programmaning maqsadi nima desa, mushni bir misol qilib, chiqish nuqtasi qilib, o'xshamagan ideya, o'xshamagan ko'z qarashdagi qizlar va o'xshamagan ideyadagi o'g'illar va ularning jur'at qilish iqtidorini o'stirish va o'ziga bo'lgan ishonchi kuchli bo'lgan moyillar orqali biz jamiyatda millionlagan bu sahnaga chiqish emas, chiqishni o'ylashga jur'at qilolmaydigan nurg'un yoshlarga biz ular yo'liqadigan yoki yo'liqayotgan nurg'un masalalarni sizlar va biz orqali hal qilib ko'ryapmiz. Shunga bizning bu programmaning amaliyotda haqiqiy ahamiyati nada bo'ldi desa sahnada bo'lmaydi. Sahnadan keyin mush programmani ko'rgandan keyin biz balkim bilinmaydigan sirlarni hayotingdan ko'rmaydigan nurg'un yoshlarning turmushida balkim biz nurg'un ijobiy o'zgarishlarni paydo qila olishimiz mumkin. Shunga bu yerda biz nimani asos qilamiz desa, herkes nuqul bir er bilan bir qizni tunishtirish emas. Ular tunishsin bo'ladi, muvaffaqiyatlik, muhabbet tushib ketsin bo'ldi, to'y qilsin bo'ldi, to'y qilmasin bo'ldi. Bular hech qanday muhim emas. Muhim nima desa, masalalarni o'tirib qo'yish. Va bu masalalarni o'rtaq mulohaza qilish orqali eng yaxshi bo'lgan, fikriy tarafga foydali bo'lgan bir yo'lnishni tepish bizning mush programmaning asosiy maqsadi. Rahmat. Tamila. Menimcha Shavkatninki har qaysi jihatdan yaxshi gap, lekin bu yubak egizga bo'yimiz to'g'ri kelmaydi. Shu men chiroqni o'chirib yetsam. Bo'ldi. Rahmat. Hurmat qilamiz. Go'zal. Shavkat, sizdan bir savol so'rab baqsam, mushu muhabbatlashayotgan mezgilda to'yga az qoldik deyli-ya. Masalan, meningki o'g'il bola do'stlarim bek chiq bo'lsa, sizni undalarda jiyvatmasangiz, men jiyvatmayman deb buni ikkimiz talishib qoldik. Siz buni qanday qaraysiz? O'zimni aytsam hamda biz aralasak pokiz olishaylik. Pokiz muhabbatlashaylik. Shunga men o'g'illarni jiyvatgan deyman. Siz yursangiz men jiyvatman. Bo'ldi. Qani, Aliya. Sizni yana bir savol so'rag'im kelib qoldi. Bo'ldi. Sizlarning uydagi cho'nglar sizni tug'ib, beqib, cho'ng qilib, az deganda 30 yil ajr so'ndirdi. Mushu jarayonda sizmi ota-onangiz faxrlangandek yetib chiqibsiz. Siz to'y qilmoqchi bo'lgan vaqtda ota-onangizning cho'qim sizlarning uyga kirmoqchi bo'lgan kelinga nisbatan bir talbi bo'lishi mumkin. Siz ota-onangiz qandoq kelinni kutadi degan narsani bir bilamsiz. Ota-onangizning qalbini, shu jihatdagi qalbini tushunamsiz. Tushunaman. Masalan,
Mesela apamni aytsam shu, masalan, to'y qildigan qizlarni izlasang, menda qizlarni izla degan. Apamdekchi. Ha. Apangiz qanday qiz edi ayni vaqtda? Siz Apam ketmaganmi? Apam bak oq ko'ngil, uning ustiga uyga bak kuyimchan bor, bizga bak kuyindi, ham dadamga shu. Sizlar necha bola? Biz 2 bola. Yani singlim bor. Demak, sizning hayotda agar ulga deb aytilsa, apangiz siz uchun eng yaxshi ulga, ya'ni jo'r tanlashga eng yaxshi ulga apangiz shundaqmi? Apam mijasal yig'ir. Gap qildigan yerda gap qildi, gap qilmaydi, gap qilmaydi degandek. Shu tarafdan huzurlanasiz da, bo'ladi. Qani, men yana chiroq o'chirishni tanladim. Bo'ldi. Fikringizni hurmat qilamiz. Yaxshisiz. Siz shunda o'zingiz qamlashgan, kasbini shunda natija qozongan yoshlarimizni birsikin, siz bek yoqtirdim, lekin kechiring, men chiroqni o'chirib tasam. Bo'ldi. Sababini so'ramayli qo'yaylik. Fikringizni hurmat qilamiz. Xo'sh, Rahila. Shavkat, yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Men ham chiroqni o'chirib bayatim bir son so'rmoqchi edim, lekin endi keldim navbat. Burunelqi Shavkat doim jibo qilsiz-ku? To'g'ri. Jibolarimiz to'lib ko'ryapti. Bevosita taqitishni qayerda ko'rdingiz? Bevosita taqitish. Asosan do'yinda ko'rdim. Do'yinda. Esimni qilishdi. Shu vaqtlarda mening his qilishimcha bir xil sal gapini aziz qilatdim. Siz ras o'zingizning mijozi ashta sal ig'ir besiq kam so'zmi yoki men xato tushunib qoldim. Men shu kichikimda işte sal ig'ir. Ondan keyin boshqalarga bergan ta'siratim sal po'chi mendachu. Amaliyot unda emas. Ikkimiz chiqishib qolsak, mening gapim bakchiq. Shavkat, odatda ko'p gap qilmaydigan odam uchun bevosita taqitish ancha oson bo'lmasligi mumkin, a? U bevosita taqitish, u ashranjanda hamda cho'qim o'zimni uni nemish qo'yinglar degan chog'da mening o'zimniki mush mijozni o'zgartay debchi. Ko'proq odamlar fikrlashib baqay, paranglashib baqay degandek nuqtalarni chiqdi. Bo'ldi. Hozir qaraydigan bo'lsak, qadriyasiz o'chirayotgansiz shundaqmi? Birdan-bir Faiza siz uchun chiroqni saqlab qopti. Biz bilmadik, Faiza balkim sizning ko'nglingizda ko'z tikayotgan qiz bo'lishi mumkin yoki bo'lmasligi mumkin. Endi tanlash erkinligini sizga beramiz. Qani, ishqanglar, o'tirib kelsanglar. Marhamat, o'tirg'a. Qaydimiz bo'yicha, yanada ta'tir sanaq bo'yicha 5 sanaylik. 5 4 3 5 4 3 2 Mübarek olsun. Shavkat, Faizaning qaysi taraflari sizni jalb qildi? Faizaniki hamda birinchi so'zim uniki tashqi qiyofati, ikkinchisi uniki pozitsiyasi. Pozitsiyasi masalan gap qilish pozitsiyasi. Bak, gap qilganda bak yaqinmi. Shu anandaki anon Faizaniki boy lag'mayt alayotgan. Lekin siz qolgan qizlardan lag'man aytalamsiz degan savolni so'ramadingiz shundaqmi? To'g'ri. Demak, yana bir tarafdan o'qitish to'g'ri kelsa, apamga o'xshash ig'ir besiqgan, ko'p gap qilmaydigan alaylikdan qo'shisiz-ku deyman. Demak, yoqtirsa hamma narsa cho'qim alaylik bo'lib ko'rinadi. Ishqalab muborak bo'lsin. Naq maydonda sizlarga programmamizning alohid talab qilgan tilsim oltinchilig'iniki to'yliq oltin uzgi bilan atirgulniki surti tushirilgan medalyonni, oltin medalyonni sovg'a qilamiz. Bu sovg'atni Faizaga to'liq berish yoki pachlab berish erkinligi sizda. Qani. Ammo shu oxirida bir nasihat qilib qo'yay sana. Shu jo'rangni qaysi tarafini yaxshi ko'rib to'y qilgan bo'lsang, vaqtga osh tarafga ang o'chulab ketib, o'chish ketishing mumkin. Shu ba'zi odam chunki nurg'a vaqt biz ma'lum odamning ma'lum tarafini yaxshi ko'rib, shu tipi to'y qilamiz-ku, osh tarafı ang oxirisini ang bezor qiladigan bir tarafiga aylanib qoldi. Bu
kanal orqali nurg'un odamlarga bir kichik tavsiya. Shunga ba'zi biz boshqalarning osh tarafini neymişqa yoqtiramiz. Buni biz cho'qim tep chiqishimiz kerak. Rahmat. Bu gapni anglab Shavkat sizda qaymoqish bo'lyapti yoki hech qanday ikkilanmaslik tuyg'usida Fayziyaning qo'lidan ching tutib sahnamizdan ayrilasiz? Bunda qilmaymizmi? Undaq bo'lsa, qani so'g'imizni qabul qiling. Turmushimizda tashqi qiyofat jihatda, xarakter mijoz jihatda bakmi moslashganlarni uchirtishmi ancha oson emas. Meningcha Fayza bilan Shavkat tashqi qiyofat jihatda xilil moslashgan bir juftlardan bo'lib qoldik. Muborak bo'lsin. Muhimi bu bir juft degan so'zni eg'izda demakdek oson, oxirgacha demak bakmi tez. Ishqinglarning o'z tirishchanliginglar bilan bir-biriga moslashishinglar bilan bizga xush xabar yetkazishinglar tilakdoshimiz. Agar xush xabaringlarni anglay olsak, ham bizga to'y boqini olib kelasizlar, undaqda biz sizlarga programmamiz ta'minlagan sayya sayohatini haqsiz Şirnay sayohati bilan ta'minlaymiz. Undan boshqa agar o'zingiz atlab qolsanglar, program guruhimiz 30% haqni o'z ustiga oladi. Muborak bo'lsin. Qiynamsa. Rahmat ustozlar. Sevenliksiz insan yok öyle Yaxshimisilar ko'rmanlar, bugun men sahnaga birinchi kun chiqib sal jiddiylashdim. Yana bir mag'fiyatlikni deb qasam. Necha qoqtimlar. Birinchi kun ko'zimga Fayza tushdi. Andan keyin men cho'qqim shu Fayza bilan qo'l tutib chiqibman degan maqsadim bilan sahnada oxirigacha turdim. Bundan keyin mening umidim Fayza bilan cho'qqim baxtli turmush kechirish uchun shuni tirishim. Mənim həmsi yox. Yana bir qo'l tutishgan bir juftlarni uzatdik.